Assalomu alaykum hammaga xayrli kun. Yana bir bor mana bizning xayrli kunimiz boshlandi. Mashina qilib yotimiz mana. Bugun uyimizda yana mehmon. Bu oy faqat mehmon kutamiz. Mana gizim. Ha. Oh, чуть-чуть. Okay. Oh. Mashina qilib yotibmiz. Dalish hayot davom etadi, davay qizim. Tur. Oy, tur qizim. Oy, tur. Mana bizda nimalar bo'lyapti? Bizda yana bayram davom etyapti. Mana. Anorazvoy dasturxon sovg'amiz, chunki bugun bizda dengiz mahsulotlari. Mana bu yerda bo'lsa sheflar. Bizda nimalar bo'lyapti kitchenda? O'zi bugun mehmon chaqirmayman degandim, lekin adamiz uyda o'tiramiz, biznikida o'tiramizlar bo'pti. Chunki juda ham ishim ko'p, balkonda juda ham kirlarim ko'p edi. Mayli dedim. Erkaklar aylangan chiqishmoqchi edi, shu borishmaydigan bo'ldi. Oila uyda o'tiramiz, nima qilamiz? Bu yoqqa chiqib, bu yoqqa borib ishda shu bilan mayli. Qatta xohlasa shu yerda o'tirsin dedim. Borka boshlamoqchi edim, mayli. Mana bizda sosiskalar. Bizning uyimizda umuman cho'chqa go'shti yeyilmaydi, faqat go'sht. Faqat mol go'shti, qo'y go'shti va tovuq go'shti. Va dengiz mahsulotlari. Davom etaman. Hozir nima? Bu shunaqa hammasi pishirib olingan o'sha suvda, hammasi yuvib, tozalangan, pishib chiqqan bular. Ichida brokoli, sosiska, kartoshka, hamma narsa bor. Bunga lobster ham qo'shiladi va albatta krab ham qo'shiladi haliroq. Sousini tayyorlaymiz. Sousda sariyog, chesnok, mana bunaqa sup. Bunaqa sup. Ularni solib tayyorlanyapti mana. Juda ham mazali bo'ladi. Ham narsalarni yechib berishyapti amakilari. Ularni yuvib bukimga berib beraman. Otvory jalka. Yosh bo'ladigan odamlar ishlatsa bo'ladi buni. O'shan yoz yuvib, yechib. Omad adamizga yetdim, adamiz qilib bermadilar. Oxiri amakisi qilib berdi. Nur souslarini aralashtirib yeyamiz. Krablarimiz bor, hali yana alohida lobsterlarimiz ham bor. Sekin yeymiz. Yaqinroq qilib ko'rsataman. Hamma narsa. Bizda ikkinchi ovqat davom etamiz. Endi bo'lsa krab. Juda ham mazali bo'ladi, mana shunaqa yeyiladi. Juda ham xunuk bilan ko'rinishi, lekin juda ham mazali, polezli narsalar bo'ladi. Shunaqa hammaga yoqimli ishtaha. Hammaga yoqimli ishtaha. 可以上周黑。哇，看。对，小心。看到。Ovqatlarni bo'ldik, hamma qorni to'ydi. Endi bo'lsa bizda salat time. Shunaqa traditsionalniy salat. Har yili Xitoy bayramida biz buni qilamiz.
Har bir millat o'zining urf-odatlari bo'ladi albatta. Bularda ham xuddi shunaqa narsa. Bizda ham Somalilar halimlar qilishadi. Bu ham shunaqa narsa. Sabzavot, asal. 收到。白芝麻，白芝麻收到。白芝麻，金收到，金马屋，哇，这个。财源广进，收到。万事如意。哇，好厉害哦！哦，步步高升，万事如意。你马say something，你马say something。Something what? The Chinese one now, please lah. Say something, master. Something. Say something, must say one cannot. You just think of whatever you can say. 恭喜发财，恭喜发财，还有结金库。 Some a little bit deep 啦。有啦，别急嘛。还有什么？心想事成，心想事成。身体健康，富贵。 Bizda marosim уже boshlandi. Hammamiz birgalikda. Are you ready? mana shunaqa qilib sekin-sekin hamma birgalikda olib yeydi. O'yimizda bo'ladi, hamma o'ynagan. 所以我讲这个脚不动嘛，哎，你嘞？哦，你把那两嘞。 Hammamiz yong'oq chaqib, o'yin o'ynab, 指一下，这个 hazil-huzul qilib, shu bilan bayramlarni o'tkazamiz yana. Bayramimiz 15 kun davom etadi. 还是阿北没有用啊？这是几点？12点了。 Bu mana Gariping. O'zbekcha ismi G'ayrat, o'zim qo'yib olganman. Xuddi betayin egoist. Faqat o'zini yaxshi ko'radi. Oldin uylanmagan, ajrashmagan, juda ham ko'p qizlari bo'lgan, haligacha juda ham ko'p qizlari. Bolali bo'lishni xohlamaydi. Faqat o'zini yaxshi ko'radi. Bunga shu betayin qiz kerak. Xuddi o'ziga o'xshagan betayin. Okay, enough. Bu yerda yana nimadir pishirishyapti mana. Lobster pishirishyapti. Juda ham achchiq, qo'y. Ha, qizim. Yo'q, qizim, yo'q. Hamma yo'lari shokolad bolali odam sirasi bilinadi. Borib aylanib kellaring. Uyda nima qilasanlar, hali o'tirsa, yo'q. Uyda o'tirishibdi mana. Mazza qilib aylanib kelmaydimi? Xotinlar ruxsat bersa. 有个手注下去做，这个零注意为准。 Temur akam hollari yo'q muzika chalishga. Mazza qilib yotar ekanlar. Keyingi safar chalib beraman. Juda ham charchadim deyapti. Yo'talim qo'ysin deyapti. Bunda ham allergiya hozir. Hammamizda allergiya. Oilaviy kasalmiz. Shunaqa, hamma uyga ketyapti, sekin-sekin xaylashyapmiz. Endi xonim charchadilar. Bo'l, bularni ham cho'miltiramiz. Alloh. Keyin sekin uylarni yig'ishtiraman, shu bilan yotaman mana. Good night。阿基亚没了，不是那个谁。拜拜，谢拜拜嘞。哇，你真的要喝吗？啦，拜拜。拜拜。拜拜，谢拜拜。Mazza qildik. Bye bye.
Bye bye. Bye bye. Bye everyone. Havo zo'r, yomg'ir yog'yapti ana. Soat 1:30 bo'ldi. Shamol judayam zo'r bo'lyapti. Krasota требует жертвования. Hozir bu maskani qo'yganimga hozir tashlagan keladi. Voy, Basharingizni qarang. Basharingizga nima qildim? Basharam go'zal qizlar. Basharam mashina qilgandan keyin. Shunaqa go'zal ham bo'lib turish kerak-da. Xunuk narsani tagida go'zallik ham yashaydi. Assalomu alaykum hammaga xayrli kun. Yana bardak xonadan. Bizning videomiz hozir yengitdan boshlanadimi yoki davom etadimi bilmadim. Montajimizga bog'liq bo'ladi. Bizda nima? Bizda uborka. Hamma narsa tozalanyapti. Juda ham ko'p narsalar topdim. Amakilarni sigaretlari-yu, nimalar qolib ketgan bo'lsa hammasini topdim. Bayram tugadi. O'shaning uchun mana bizda hamma yoq moyka. Bunaqa mo'shi pilesos olganman. Divanlarimga, manblarimga juda ham kir bo'lib ketgan. Endi bilasizlar, yosh bolali uy, bu juda ham normal holat. No, ba'zi yuvishim kerak. O'shaning uchun oldim. Divanlarni ham yuvsam bo'ladi. Bu gilam uchun emas, kichkina narsalar uchun, shunaqa divan, stulchiklar uchun mo'ljallangan. Sabakasi bor odamlar uchun ham bunaqa shampunlarim bilan birga keladi. Endi bizda sabaka yo'q edi. O'shaning uchun bunaqasidan foydalanaman, chunki bular hammasi allergik odamlarga ham tozalab, anaqa beradi. Sport. Menda hozir juda ham ko'p dog'lar bor. O'shani ham tozalayman. Albatta sizlar bo'lishaman agar menga yoqsa. Xo'sh, men suv ham soldim. Anaqasini ham soldim, parashogini ham soldim. Juda ham oson ekan. Joylashtirdim hammasini. Yuvib ham ko'rdim. Ozgina sizlar meni bo'lishaman, to'g'ri qilyapmanmi, yo'qmi, lekin hozircha harakat qilyapman. Juda ham kir, mana qaranglar. Уже ozgina joy yuvib ko'ring, chunki juda ham kirdi. Endi bilasizlar, yosh bola hamma shokolad desman, hamma narsa shotdaydi. Yuvib ko'ryapman, albatta sizlar bilan bo'lishaman. Juda ham shumli ekan, lekin mana bunaqalar ekansiz, mana joyda anaqasi bor ekan. Suvni yoqish kerak ekan faqat. Endi bilmadim, to'g'ri yuvdimmi, to'g'ri yuvmadimmi, hech qilib shoshilib yuvdim, ozgina shoshayotganim uchun. Endi sal qurigandan keyin bilaman. Adashmasam buni 2 marta yuvish kerakmi yoki 1 marta yuvish kerakmi? Hali unaqa tiliga tushunganim yo'q, lekin albatta yaxshilab o'rgangandan keyin sizlar bilan bo'lishib boraman. Yaxshi yuvdim, yaxshi yuvmadim, nima qiladi? Dog'ga o'xshab turibdi, bilmadim bu hozir ho'lligidan yoki sal qurigandan keyin albatta yana bo'lishaman. Xo'sh, keyingi stansiya. Stul. Bunisi ham. Bunisi joy unaqa kiramas, lekin hammasi juda ham dog', juda ham kir. Endi bolalarni ushlab tashlagan barmoqchalari. Shuni yuvamiz. Xo'sh, mana suv, voy juda ham kir. Juda ham kir, ko'rib turganinglardek. Mana shu stullardan chiqqan kir. Ishlarimni ozgina to'xtatib, eski tuskilarni tashlagani chiqdim. Videoga olish esimdan chiqib qoldi. Hansirab. Sekin uy tomon ketaman. Yomg'ir sekin tomchilayapti. Uyga yetib olsam, havo zo'r.
Bolalarim bog'chada, maktabda. Bu ishga bormadim. O'shanba kuni ishga bordim, chunki smena almashdim o'rtog'im bilan. O'shaning uchun xabar almashib, chunki hammani bolasi bor. Yarim stavka ishlayman. Shu. Xo'sh, men qayerga keldim yana? Doktorga keldim albatta. Adamlarni poylab olman, Leylani bog'chadan oldilar. Semur maktabdan oldilar. Endi o'sha doktorga kiramiz. Ay, keldimi qizim meni? Yo, leta. So much you can see people seeing her or not, like this. Yo, nakama. Doktordan chiqdik. Yo'q, qizim, yoqma. Yo'q, qizim, yoqma. Yo'q, mashina keladi hozir, yoqma. Bu yoqqa boramiz, ketdik. Bo'ldi, shoti. Qanday? Dari keladi hozir. Uxlab yotgan joyidan olib chiqib turadamiz. Uyga ham keldik. Har doimgidek hamma yo'lni bambit qilishda davom etyapmiz. Hamma yo'lni yoyamiz. Hamma yo'lni yoyib bo'lgandan keyin cho'milib, oppo qiz bo'lamiz. Ha, qizim. Kim bir yana o'ynaymiz. Endi hammamiz uxlaymiz, qizim. Uxlab, oppo qiz bo'lamiz yana. İşlerim bor, yana birlikte ishlarni bitirib olsam. Are you ready for surprise? Leila, 1, 2, 3, ko'zingni yum. You close your eyes. Are you ready? Okay. 1, 2. You close your eyes. 1, 2, 3. Ta-da! Yeah! Woo! Woo! Ah! Woo! Ah! Ah! Qiz bo'lib, nevaralarni ham hammani baravar cho'miltiramiz, qizim. Hammani cho'miltiramiz. Oppo qiz bo'lib, sveji bo'lib yotamiz. Burada hamma nevalarimiz cho'miladi. Ha? Oppo qiz bo'ldimi, zo'rmi? Vashi zo'rmi? Bo'ldi, ketdik, bo'ldi. Bu deb qo'y. Shukr, hammasi shotdi. Xo'sh, Leylaga nima shampun olib ishlataman? Shu shampundan har doim tug'ilganda shu shampundan olib ishlataman. Mastela, sochiga ham, badaniga ham. Sochiga konditsioneri hozir shundan olib ko'rdim. Bu ham zo'r ekan, Johnson Baby'niki bu ham. Intim gel bo'lsa, shu kompaniya Fabrilikdan. Juda ham zo'r, o'g'il bolaga ham, qiz bolaga ham bo'ladi bu yuvishga. Juda ham zo'r narsa. Suxoy qilib qo'ymaydi, qizim. Bu dunyo narsa bilan
Shunaqa qilib cho'milamiz. Mazza qilib cho'mildik, massajlarni oldik. Qotdik endi bu yog'iga. Bog'chaning shunisi yaxshi-da. Bola rejimga tushadi, vaqtida yotadi, vaqtida dam oladi. Shunisi yaxshi. Bemalol ishlarimni ham qilaman endi. Orada albatta bilasizlar, bola bog'chaga borgandan keyin xohlamasangiz kasal bo'ladi. Nafasim uchun uzr so'rayman. Hali o'zim kelmadim. Nafas yo'llarim hali yaxshi emas unchalik. Bundan antibiotik boshladik. Shu immun kasbni hozirdan qilyapti, adaptatsiyada hali ham ketyapti. Endi xudo xolsa bu yog'iga o'ylamanki sekin-sekin o'zimizga kelib, уже polniy bog'chaga boramiz. Mana bizani ertalabki hayotimiz mana. Bittasi qiyshaygan, ensasi qotgan, bittasi yig'lagan. Xafa hayotdan bo'lib. Shopping ketyapsanmi? Yo'q, so'zku ketmayapsan. Shopping ketyapsan. Yo'qmi? Xo'p. Xafa. Qara, smile qil. Iltimos, smile qil, qizim. Okay, I love you. Love you. I love you. Okay, okay. Ay sen. Dadasi nasimga o'tdi mana bu yerda. Smile, daddy. Smile. Smile. Wow, zo'r rasmga oldingmi? Qani? Oy. Mami senang qiladi. Wow, smile qiladim. Okay. Zo'r bo'ptimi? Mana qizni qaranglar. Nima qotganini. Soch qaranglar. Chidab bo'lmaydi. Qizim, bunda ko'chaga chiqa olmaymiz. Bum qilasiz, qizim, yeching. Bum qilasan, aytdim-ku, bum qilasan, davay. Leyla. Oyoq kiyim tanlayapti. Bitta ko'chaga chiqish uchun 100 marta kiyim kiyadi bu. Yech bo'ldi, ketdik. Yo'q, bunda chiqmaymiz. Hay, mana yana bizani yangi kunimizdan bugun bolam ko'chaga olib chiqdik. Ancha yaxshimiz. Yaxshi bo'lib qoldik. Bo'ldi, hammasini uchdik. Chiqib, hamma pullarni tugatdik. Bularni xatligi tugamaydi, bor-ku. Уже xatligi damno tugab bo'lgan, no, hali ham bor deb o'ylayapti. Yo'q, bo'ldi, ham yeymiz, yur. I don't want Hong Kong cafe, no nice one. Uqadangani o'tirdik, nima zakaz qildik. Mana o'zimga ovqat zakaz qildim, malayskiy. Temur har doim McDonald's bilasizlar, juda ham normal holat. Leyla xonim guruch, tovuq. Bo'ldi. Qani yeb ko'ring mana. Spasibo ana. Mama, try first. Nice.
Ashula tugadi-yu. Al. Ha. Salam muborak. But ikki, o'shani kerak. Hammaga katta rahmat va keyingi videoda sizlar bilan yana ko'rishguncha sog' omon bo'linglar. Hammalarni yaxshi ko'ramiz. Okay. Yana bitta nimadir sizlarga chalib bermoqchi ekan. Mayli. Xo'p, bo'pti, davay. I have been practicing. Lexomlar g'ayrati kelib qoldi. Bo'pti, davay, xo'p, chala qol. Ya cho'zilib ketdi videoga. Bo'ldi. Ha, davay. Va nihoyat bolalarim uxlashdi. Hamma yoq tinch edi. Endi o'zimga ozgina time, o'zim uchun ozgina birpas dam olaman, issiq choy ichaman. Issiq choyligi mumkin emas, lekin issiq choy ichmasam bo'lmaydi. Men issiq choysiz yashay olmayman. Tomoq og'riganda issiq choy bitta mumkin emas. Tomon ishiladi deyishadi. Battar. O'shaning uchun birpas aylantirib keldim Leylani. Ati uyda o'tirib tomi ketib qolay dedim. Maskalarni kiygan holda, hech kimni aloqa qilmagan holda borib keldim. Tez borib. Chunki doktor maskani yechishimga hali ruxsat bermagan 3 kun ertaga oxirgi test topshiradigan kunim test topshiriladi, chunki koronaviruslar sirasi chiqib kelmaydi. O'shaning uchun menga test topshirish uchun qog'ozlar bergan. Har 3 kunda topshirib olaman. Juda ham ko'p xatlarni hali o'qishga uspet qilganim yo'q. Albatta xudo xohlasa kelsak o'qishga harakat qilaman, lekin uspet qilmayapman. Shahzoda opa, turmush o'rtog'i o'lgan ekan birinchi. Qanaqa chid ekansiz deb so'rab, chidayman, nima chidayman? O'lgan odam o'lib ketdi. Ajoyib sizlar. O'lgan odam o'lib ketdi, o'lgan yetakchim o'lib ketmaydi. Mana yashayapman.
hech narsa bo'lmaydi, sizlar yashaysizlar. Nima qilamiz? Hayot davom etadi. Endi hayotim shunaqa bo'ldi yoki nimadir bo'ldi, erdan ajrashdim yoki erim yurib ketdi deb o'zimni osib o'ldirmayman. To'g'rimi? Hayot davom etadi. Men erga tegdim mana yana. Odamimiz yaxshigina, erli bolasini yaxshi ko'rsa, meni yaxshi ko'rsa, ortiqcha gapirmasa, videoga olganimda ortiqcha gapirmaydi. Nimaga? Chunki videoga olishimni xohlamaydi. Baqaba aytasizlar, turmush o'rtog'im boshqa xotinga ketib qoldi, men bilan ajrashdi, bizani tanlamadi, ota-onasi ham yarashtirishga harakat qilmadi yoki erim o'ldi, hali ham o'zim kela olmadim, 5 yil bo'ldi, 6 yil bo'ldi, boshqa turmush qurmasam kerak deydigan anaqilar bor. Bilasizlar, hayot davom etadi. Hech kim o'lganidan o'lib ketmagan. Hech kim abadiy emas. Balki men hayotga realni qaraydigan insonman. Men uchun bo'ldi, nimadir bo'ldimi hayotimda? Demak, shunaqa bo'lish kerak ekan. Demak, shunaqa peshonamda yozilgan ekan degan narsa bor-da menda. Hayotda davom etishim kerak. Orqaga qadam tashlamayman boshqa. Oldiga qadam tashlab yurishim kerak degan narsaman. Men shunaqa ayolman. Farzandlaringizga juda ham ko'p erkinlik berar ekansiz. Juda ham ko'p narsani ruxsat berar ekansiz. Uy joyishda, o'yinchog'i, hamma narsani og'zdan chiqqanini berar ekansiz. Bu noto'g'ri deb yozib yoribsizlar. Endi bu sizlarning fikringiz, bu to'g'ri noto'g'riligi. Har bir insonning o'zining fikri bor. Mana farzandlarimni ota-onasi bor. Iloyim umrimiz uzoq bo'lsin, farzandlarimiz baxtiga. Bolani bolaligi nima bilan? Shu o'yinchoq bilan. Ularga narsa olib berish bilan, bolaligi bilan. Uyi yoymasa, uyingiz toza turishini xohlasangiz, bola tug'ib nima qilasiz? Agar o'yinchoq olib bermasangiz, siz o'zingizga nimaga tilla olasiz, nimaga brilliant olasiz, nimaga xrustal olasiz, nimaga kosa olasiz, tarelka olasiz, nima uchun? O'zingiz uchun. Chunki egoizm bu. Faqat o'zingiz uchun xohlaysiz, bolangiz uchun yo'q. Bizda bunaqa narsa yo'q. Bizda hammasi farzandlarimiz uchunki bolaning bolalik bo'lish kerak. Buni o'g'irlashimiz kerak emas. Uyimiz toza turish uchun bolalarimizdan o'yinchoqni olib qo'yishimiz bu juda ham noto'g'ri deb o'ylayman. Men uchun bolalarim fikri juda ham muhim va ularni hurmat qilaman. Shuning uchun ham bolalarimni eshitishga harakat qilaman. Albatta, vaqt soati kelganda biz ham yo'q deymiz, mumkin emas degan so'zni ishlatamiz. Endi u ham vaziyatga qarab. Bolani fikrini eshitmadingizmi? Demak, siz uni hurmat qilmaysiz. Chunki siz o'zingizni egoizm, anaqangizni xarakteringizni yo'lga qo'ymoqchisiz. Sizda o'sha ichingizdagi men onaman yoki men otaman. Faqat meni etganim bo'ladi. Menga bo'ysunish kerak, chunki masalan tuqqanman. Itam tug'adi, mushugi ham tug'adi. Lekin biz inson, biz odamni eshita bilishimiz kerak. Bu farzand, bu inson. Bu sizlar uchun kichkina odamchadir, hech narsadan tushunmaydigan. Men uchun u inson, u ham odam, shaxs. O'shaning uchun men farzandlarimni eshitishga harakat qilaman va hurmat qilaman. Mana uyim ahvoli. Hech yo'q, ortiqcha narsa yo'q. Bu yerda faqat bolaning narsasi, oyoq kiyimi, butilkasi, qo'g'irchoq, bola yotibdi. Bu birpasda o'tib ketadigan narsa. Mana bolalik bir umr emas. O'shaning uchun o'ylaymanki, bolangiz yoshligida mazza qilib, bolaligiga to'yib olib, mana o'sha o'yinchoq olib bering, dori olgandan ko'ra. Shu o'yinchoqlarni o'ynagan sari siz xursand bo'ling. Bolam soppa-soq-ku, shu o'yinchoqlarni mazza qilib o'ynayapti deb shukr qiling. Men qaytanga xursand bo'laman, bolalarim uyga, bolam sog'lom, o'zini yaxshi his qilyapti. Bir oy kasal bo'ldik, hammamiz. Qancha pul ketdi, qancha charchash, qancha asab ketadi. Baribir pozitiv bo'lishga harakat qilasiz ona sifatida, lekin baribir odam charchaydi. Sog'lom bolaga qarash qiyin, kasal bolaga vobshe qarash qiyin. O'shaning uchun o'ylaymanki, o'sha bolalarimiz yo'yotgani uchun ham, shu uylar ivirsib ketgani uchun ham shukr qilaman. Chunki bolalarimizning oyoq qo'li ishlayapti, miyasi ishlayapti. O'shaning uchun ham mashlarni yo'yapti. Shukr qilishingiz kerak. Boriga shukr qilish kerak, sabrli bo'lishingiz kerak. Bolalaringiz ham yotib qolishidan Xudo o'zi asrasin. O'shaning uchun nolurmang. Yana juda ham ko'p kelgan savollardan bittasi, juda ham ko'plar hikoyam o'qimagan, albatta juda ham menga yangi qo'shilgan bizda juda ham ko'p. Bu narsa tabiiy hol, bu savol kelish. Shaxsan birinchi turmushingizdan farzandingiz bormi deb so'raganlar juda ham ko'p. Albatta, bitta o'g'lim bor. Bu juda ham yosh bo'lgan. Men bu narsadan afsuslanmayman. Birinchi turmushim bo'lgandan ham afsuslanmayman, chunki shunaqa farzandim borligidan faxrlanaman. Mayli, xarakterim bo'lsin, приходной возрастda umniy bo'lsin, mayli. No, alhamdulillah deyman.
yaxshimi yomonmi qanaqa bo'lgan taqdirda ham otasi bo'lgan. Men u insonni haqida yomon qilmayman. Men uchun tirik o'lik. O'shaning uchun o'lgan deb hisoblayman. O'ylaymanki, hayot davom etadi. Sizlarga ham bu narsa o'ylaymanki qanaqadir turtki bo'ladi hayot davom etishida. Yana nima desam ekan? Men ham sizlarga o'xshab bo'ldi, boshqa turmush qurmayman, bo'ldi hayotim shunaqa bo'ladigan bo'lsa, bo'lmay qo'ya qolsin. Bunaqa turmush bo'ladigan bo'lsa, bo'lmay qo'ya qolsin degan narsalar men boshimda o'tgan narsalar. Mana miyamdan o'tkazgan bunaqa narsalarni gapirganman o'zimga o'zim. Lekin peshonamdagi yozilgan narsadan qochib qutulmas ekansiz. Shu inson peshonamga yozilgan ekan. Bu inson meni birinchi turmush qurishimdan oldin hayotimda paydo bo'lgan. Bu inson bilan biz do'st bo'lganmiz va turmushga chiqib, ajrashib, farzandli bo'lib kelganimdan keyin bu inson hayotimda paydo bo'ldi. Bekordan bekorga emas. Demak, Allohim shu narsani menga ravo ko'rdi. Yaxshi narsani ravo ko'rdi. Baxtli bo'lishimga loyiqligini ko'rsatdi. Shuning uchun o'ylaymanki, peshonangizga yozilgani bo'ladi. Siz aytganingiz emas, sizga mamatingizga nima yozilgan bo'lsa, xatga yozilgan bo'lsa, o'sha yerda baxtingizni topasiz. Yolg'iz ona bo'lish meni ham boshimdan o'tgan. Bu narsa oson narsa emas. Albatta juda ham katta mas'uliyat. Ayniqsa bola kasal bo'ladi. Unga u ber, unga bu ber, kiyintirish kerak, yedirish kerak, dori, hamma narsa rasxod. Bilasizmi, bu nima deydi? Bu narsani mas'uliyatini olasiz, siz shunga qarab harakat qilishingiz kerak. Bo'ldi, ajrashib keldim, akam qilib berish kerak, onam qilib berish kerak, opam qilib berish kerak. Hammadan o'zingizdan bechora yasab olishingiz kerak emas. Hech kim обязан emas. Siz shu narsani tanladingiz. Sizning hayotingiz shunaqa bo'ldi, siz boshingizga tushdi, siz уже katta insonsiz, siz miyangiz joyida. Siz harakat qilishingiz kerak. Agar siz harakat qilsangiz, Alloh ham o'zi sizga yo'l ko'rsatadi. Eng asosiysi uydagilaringizdan, siz yaqinlaringizdan, atrofdagi insonlaringizdan qo'llab-quvvatlash. Ya'ni sen qila olasan, sen kuchli insonsan, hech kim o'lmagan, sen ham o'lmaysan. Sen baxtli bo'lishga loyiqsan degan so'z bu juda ham insonga kuch bag'ishlaydi. Va hech qachon gap so'zdan qo'rqish kerak emas. Meni onam hech qachon qizim, sen o'sha yerda yashashing kerak, bo'ldi, erga tegdingmi, o'ligingdan o'sha yerdan chiqadi deydigan narsalarni gapirmagan. Qo'ni qo'shnilar nima deydi, qarindosh urug' nima fikrda, onamga umuman qizig'i bo'lmagan. Bo'ldi, hayoting shunaqa bo'ldi, demak peshonangga shunaqa yozilgan ekan. Issiq suv bilan seni yashattirish niyatim yo'q. Bir marta seni urdimi, ikkinchi marta ham uradi. Bir marta yurdimi, yana yuradi. Demak, shu narsani senga gapirdimi, seni g'irdidimi, yana deydi degan narsani gapiring. Hayot davom etadi. Sen u narsaga loyiq emassan degan gap gapirgan. O'shaning uchun o'ylaymanki, men xo'rlanishga loyiq emasman. Men baxtli bo'lishga loyiqman. O'shaning uchun ham meni uydagilarimdan juda ham katta podдержка bo'lgan. O'ylaymanki, o'shani ham kuch. Eng asosiysi hech kimni gap so'ziga quloq solmaslik.